so'zlaydi hamon qara jinim biz tushgan surat nimalarga ko'nmaydi inson yuragida yansa muhabbat baxtimizda so'zlaydi hamon qara jinim biz tushgan surat Medet bana senin varlığın Mikrin bilen küler bu ağlar Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Düşündürme hiç kimge gülüm Benim üçün yalgan dilim Bu takdirimin sınaklarıdır Tengü teyli bergin kulumni Medet bana senin varlığın Mikrin bilen küler bu ağlar Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Dimxonamga tashlasan qadam Men sizlardan bir kun ayrılgım yoktu. Ko'nglimdan ayatlı. Aka. Tuba apam istan qo'yishadi. Xotirjam berib keling, Lavkam. Dadam bilan opamdan ansirba. Bu yerda biz bor. Uyaga berib bir mezgil turib kelsam, aytan adamning 5 ko'k yetadi, Lavkam. Onun ko'ngli aymasak bo'lmaydi-da. Dadam dedi opamning maqsadi shu Lavkam. Sen xotirjam bo'lib menga va bolam. Saviyaga basan, singilimiz Aytanning 20 yil tatgan azobini unutulib ketilishi mumkin. Balam, vaqtidara qaytib kelinglar jama. Ayto'lanim qachon kelarki deb ko'zlarim teshilib ketadi. Xotirjam bo'ling opa. Navrangizni vaqtida qaytirib kelamiz a? Ma'qul balam, ma'qul. Yangi yatağım mübarek olsun adaş. Quruq qo'lli mübareklab qo'ydim endi. Rahmat jinim olsun. Hangisinden deyman? O'tira. Sening oldingda men sana bekmi qazdidor bo'lib ketdim adaş. Ay. Azmaydigan kim bor desa bu jahonda? Bir o'ngishsizlik bizga bir aql berdi. Sendek do'stim bo'lg'achqa adaş. Turmushdagi qatma-qat sinoqlardan amaysan o'tib ketyapman.
Sening bu yaxshiligingni qachonmi qaytirib bulaman, Mayra? Undaq dema, adash. Chin do'st degan minnatsiz, tamossiz bo'ldi. Bir-birisining holiga yetish, bir-birisiga yaxshilik qilish degan do'stlikning eng aqalli sharti-ku. Men sana Nadira bir kunlarda men qaytirib qolam degan deb yaxshilik qilmadim. Mushtaq kunlarda bir-birimizga yaxshilik qilmasak, bir-birimizni yo'lamasak, bizni qanday do'st degili bo'ldi? Sendek do'stimning bo'lganligi mening ta'lim. Sen bizden ensirme oğlum. Apam bilen ikimiz bir-birimizden halidan obdan haber alalayız. Üç el hizmeti bilen kendi düşüş sen üçün bir tepilgisiz bir fırsat. Sen bu fırsattan faydalanıp dehallarının haliga yetken. Ularga obdan dep bereleysen. Dadam bunu anlap, hoş oldu balam. Dehallarning içi kirib, öz mecburiyetini ko'ngildagidek ado qila olsa, men İlham balamdan bek rozi bo'lma dedi balam. Dadamning deganlari rost opa. Dehqonlarga yordam berishda hammamizning mas'uliyati bor opa. Shunga bu qatam yezig berishni men o'zim talab qildim. Bek yaxshi qilibsan. Uyay berib, bir yil dehqonlar bilan birga yashab, ularni tushunib, ularga qo'limdan kelishicha yordam qilib, irodamni bir chiniqtirib chiqay deyman opa. Al-Qut'dan, ailemden, apamdan, benden ensirme bala. Biz hemmisini kollayımız bala. Bo'ldi. Rahmat dadam. Eng yaxshisi meni izlaman Ali. Men bilan yana qaytib uchrashib yurganingizni ota-onangiz anglab qolsa, sizdan jazman norozi bo'ldim. Yo'q, Mayra. Ularmi meni majburiyatga qattiq pushaymon qilyapti. Siz o'qizal bilan chiqishamag'ashqa uydagilaringiz xijilchilikda amal yo'q shunday deb qo'ygan o'xshaydi. Lekin ular sizning yana davomlab o'z yutungizni qizal elishingizni xohlaydi. Shunsiz eng yaxshisi ikkinchisini yana o'z yutungizni o'ylashing. Ko'nglingiz tushgan bir rasm chiqib qolar. Men burila degan sizga sungan aynakni qanday qilib asli keltirib bo'lmaydi deb. Şu meni yan izlab avor bo'lmang Ali. Bizning munosabatimiz allaqachon vayron bo'lib bo'lgan. Men ota-onamning majburlashi bilan to'y qilgan bo'lsammi, ko'nglimda boshdan oxir siz turdingiz, Mayra. Men sizni bir kunmi esimdan chiqara olmadim. Men sizning bu chiroyli gaplaringizni bak chiq anglagan Ali. Şu endi men yana qo'ldirdim deb ham xayol qilmang. Sizni aldayotganim yo'q, Mayra. Bu mening chin yurak so'zim. Men endi sizga ishonmayman Ali. Siz meni izlab kelib, yaxshi qilibsiz. Bu dunyoda ozmaydigan kim bor deysiz? O'tganda men sizga yaxshi ko'nglimda so'z qilsam, siz meni to'g'ri tushunmagan sababidan sizga-mo, bizga-mo birmuncha qopchilik keldi. Sizning gapingizni anglab ko'nglim yurib ketdi. Bu dunyoda yaxshilikdan ortiq nima bor deysiz? Shundoq. O'zimning qilmishlarimdan bek pushaymon qildim edi. Siz menga yaxshilik qilsangiz, men yaxshiligingizga yomonlik qaytarib qopdim. Ko'nglingizni og'ritibdimi edi? Aqlsizligingizni kechiring. Siz bir yosh tijoratchi ekansiz. To'g'ri yo'lda mangsangiz, tirishsangiz, nishonlaringizga cho'qim yetasiz. Sizni qo'llayotganlar, yo'llayotganlarmi oldi bilan sizning mangan yo'lingizga qaraydi. Sizga ishonganlar qo'lingizni yuqoriga tortadi. Tijorat qilman deb bu agri to'qay ko'chalarga chiq kirib qoldik. Yomon yo'llardan minib qoldik da. Endi o'zimni sal bilmasam, bu patqoqqa bek ketib ketgidekmadi. Açıq təcrübə savaqlarını to'g'ri yakunlashning o'zimi bir ilgirlash ukam. Lekin sizning ma'noningizni anglab bek ko'nglim yerim bo'ldi edi.
kilimden tamak mı ötmeydi? Aram bir doğulgan yurtunuzga ko'nglingizga nurg'un arzu umid nishonlarni pukib kelgan vaqtingizda ko'nglingizni og'ritmasam bo'pti kedi. Afsus. Hech gap yo'q ukam. Men uzoq qolmayli qaytib kelaman. Siz haqiqatan bir oliyjanob ona ekansiz. Eldar bilan Nadira haqiqatan baxtli kedi. Rahmat sizga. Hada, men aspirantlikda o'qaymiki deyman. Bek yaxshi o'ylabsiz. Cho'qim shundoq qiling. Odam bilimni qancha ko'p o'rgansa, iqtidorni qancha jiq yetildirsa shuncha yaxshi. Men bu yurtni, ota-onamni, sizlarni, do'stlarimni tashlab nima uchun bordim? Bilim olay, nazar doiramni kengaytay. Qisqasi, o'zimni mukammallashtiray deb bordim. Sizning o'rlab o'qishga bel bog'laganligingizni shunda xush bo'ldim. Sizga bek so'qim keldi jumada. Doktorlik unvoniga erishib, qaytib kelganligingizni anglab, atrofimizdagi tunish bilishlarning hammasi bek xo'shib ketdi. Ular sizni texi ahli qizgan, al yurtini unutib qolmabdi deb maqtashyotdi. Yurtimizga qaytib kelganligim o'zimning tanlashi. Buninglik bilan meni maqtab olsanglar, xijil bo'lib qolman. Men texi endi keldim singlim. Bir odamning qadr qimmati uning qayerda, qaysi o'qiganligi, qanday unvonlarga erishganligi bilan o'lchanmaydi ekan singlim. O'tganda men san xatoga qildim. O'ylab baqsam, yulduzni indak keldi debdi. Men o'zim mangan agir yo'lini boshlabdiman, so'rab. Meni kechir. Mana yulduzni qo'lga keltirgan deganingiz xato emas qo'taga. U bir yaxshi qiz. Sen ta kichik. Yulduzni xila emassan. Bularga avarchilik deb berma. Uni xap qilma. Yulduzga ko'nglim chiqib qolgani. Yomonlik desangiz bu adil bo'lmaydi Jumotaga. Siz nimanchalar meni ojiz, yaramsiz ko'rgansiz? Sen o qizni yaxshi ko'rib qolgan o'xshamamsan. Men yulduzni yaxshi ko'rmadim. O'zining xilini topgan yaxshi. Surat. Anlasam Sanam opamning bir qancha do'sti sizni direktorlik taklif qilibdi. Lekin siz unga o'xshaysiz-da. Men ularning taklifini siliqlik bilan rad qildim. Nima uchun desangiz, men opamning taom madaniyati haqidagi tadqiqotlariga qiziqib qoldim. Bu turdagi restoranmi, maktabmi putay deb qoldingiz. Men shu maktabda o'qituvchilik qilib, taom madaniyati haqidagi tadqiqotimni chuqurlashtiraymikin deyman. Adaş ne oldu? Yakında ben kulağın işkama vermeye xiyalıq petipli qalğan bu qaldın qo. Uruq tuqqanlarını açıp biraz yüzbemgəndi ha? Uruq tuqqanlarım o yaxşı adaş. Lekin şu to'y yaqinlashgan sir odamni g'am besoldi kedini. Voy nemidan g'am qilatding? To'yga oz qolgan qizlar o'ynab kulib yuriyotmamdi ana. Tonish bilishlarning havudi ishlan bo'lib ketdi to'y degan. G'am qilmag'na, to'yingdan o't chiqiraytimiz adash. Bo'ldi chiq o'ylama. Nasıl çıkıp gireyim? Ko'nglimdagini deysem, meni ayıplaysan Shirin. Şuna derdimni içimga yutmay amal yo'q. Shuhratni ko'nglimdan zotli chiqara olmadim adash. Bu dunyoda ko'ngilni sovutishdan tasish yo'q o'xshaydi. Lekin men endi keynimga hergiz yanolmayman Shirin. Ota-onam bilan fikrlarim bayashat turmush kechirsin. Shuni deb Shuhratdan yuz o'rganligimni o'ylasamla, o'zimni xuddi rahimsizlik qilgandek his qildim. Men bu dardimni sizlarga qandoqmi ayta olayman adash? Shunga men ba'zida sizlarga yolg'on gap qilishga majburman. Meni kechirgin. Ata-onam bilan fikrlarim cho'ng shaharlarni ko'rsin. Yo'ruq, ozoda uylarda o'tirsin. Esli kiyimlarni kiysin.
bu dunyoning qiziqini, rahatini ko'rsin. Bular faqat pullar kishilarning qo'ldan keldi adash. Şoň men şöhretden keçip bunu tanladım. Bu azaplık tanlaş maňa eğir kelyapdy do şerin. Mening derdim jiq adaş. O toy günü yıkılışıp kalganlığı 3 yıllık emkilleşip kalganmıdı. Ben senin köңlüňni kimden bağlılığını bilmemdim adaş. Lekin sen beni ayıplaydı dep, köңlüňdeki sırlarını menden yuşurup atsa. Ata-anаңny bayaşat turmuşga eriştirmen dep, özüňni qurban kılatsa. Közlerime bir-birlep dep berýärdi adaş. Sen mol dünýany dep özüňniň hissiýatyny qurban kılmaslygyň kerek idi. Şöhretme ata-anaň bilen fikrlaryňny baxtly kıla alaydy. Lekin sen onu Asimdan zamrat gördün. Onu ata-anaňga Asimdek ýarylak bolamaydy dep oýladym. Sen hata kıldın Arsugül. Siz İlhamkamның tağısı o deyme aka. Hemen ilham tağısı olma. Siz unutulumsiz? Ha? Ama çık yakışlıklığa o. Onu izlediğin bir işin var mı de? Başka bir mühim iş mi? Yok. Şu azırak bir meslet var de. Şu izlep kirsem kendini küçüktüp koptu. Onunla saladığın mesletten olsa bana deysen bulaverdir ki. Başka çoğun iş mi? Yok aka. Şu toy kılay dep bir öy seti var. Onu bizep mi boğandım? Şu sizlerin oyunun yenideki binanın 3. kayıtıda. Şu oyunu şu tunuşmun işleri bolsa, bir xeridarları bolsa, bir muvafık bağdı bir seti biram ekenen dep izlep kirişimdi. Ben hatalaşmagan bolsam fikam sen Osmango deyme, ha? Siz mi tunamsiz? Tanıyma fikam, tanıyma. Sen de toy kımıdın o deyme, ha? Toy kımıdım aka. Ha, onda olsa bu öyle nemiş satılgan bulap kaldı, ha? Gep kıssanızcı Murat. Zaten nemiş oldu? Ya ki Polat bilen boğan şirket oturustik planınlarda bir mesele çıkıp kaldı mı ya? Yok. Ben tek Polat bilen bu iş doğrusu paranlaşadak mı olmadı? Hatırcan bulun. Bu işte mesele çıkmaydı. Ben onunla vədi bəgən. Aldığım günü nəhayət yaxşı bir uçuruşunu hazırlapsız. Sizge rəhmətən aytay dep bir teklif qıldım. Bolmaptı mı? Mındaqda. Lekin keyfiyatınız anca yaxşı emas. Ben bugün bir yaxşı haber anlayman dep oylaqatdım. Əfsus sənə. Sizni ümitsizlendirip qoyduğan boldum. Siz özünüzün nemiş qılıvatqanlığınızı bilemsiz. O günü meni tolum ümitsizlendirdiniz sen. O günü ben nemi davatsız Murat? Nemi davatqanlığımni bilip durup bilmezki sele öleş. Sizdek aqıllı ayalını qıldığı iş emas-ku. Murat, sözlerinizde anlagan sırım qaymıqıplı qılıvatdı men. Eniqraq desiniz şu saat nemiş oldu? Nemi gapni xata qıp qaldım? Gapni xata qılmadınız, işni xata qıldınız. Dememsiz saat qaysı işni? O günü siz mektep kuruş doğrusunda bir planım var degendiniz. Aytdanni mana tunuşturup qo'yish planingizning borligini demegendiniz. O günü bu doğruluk yalğan sözlep sağınım ras. Lekin Murat, köngül ayaş yüzsüdüm mu? Bəzi yalğan kep qılışıq doğru kep qaldı ki. Ne boldu? O gün şundaq yaxşı otlardık ku. Siz aytdanni
yosh ham chiroyli ekansiz deb maqtagantingiz o'shunda xo'sh bo'lib ketdi. U degan mening eng yaqin do'stim tursa, uning ustiga u haqiqatan maqtashga arziydigan esil ayol. To'g'ri. Uning gaplaridan uning noyat adablik, safoliq ayol ekanligini his qildim. Lekin men hozir bir ayol bilan tanishib to'y qilishni o'ylashmadim sen. O'ylashmadim. Nima uchunligini bilamsiz? Bilaman. Chunki sizning ayolingizga bo'lgan sevinish o'tlaringiz tex o'shkini yo'q. Shundoq